Hovlida ish vaqti mana. Bolajonlar ish qilishyapti. Bizni kichkintoyimiz. Ular tomosha qilib mashina minyaptilar. Tegmang. Yering, ketdik. Siz ham o'tin tashiysizmi, o'g'lim? Ha, tashib olingda keskan akasi. Ha, o'tin tashiydi Muhammad Amin mana. Hali 4 yosh bo'lmasdan, o'g'lim? 3,5 yosh. 3,5 yosh bola va o'tin tashib yuribdi tog'asi bilan. Ochmang o'shani, o'g'lim. Mana tog'asi. Ustlaring kir bo'ladi, uni ochsangiz. Boring, tashib oling, o'g'lim. Yiqilib ketasiz, o'g'lim, ehtiyot bo'ling. Siz ham tashishasizmi o'tin? Ha, bo'p, tashib oling. Pastga tushmasdan tashing, ha? Mana qizim dazmolchasi. Samiyaxon? Keng ro'molingizni to'g'rilab. Aha. Oboringlar. Ana Muhammad Sodiq ham mana o'tin tashyaptilar. Tashlang o'shani. Oboring. Ana. Ha, oboring o'g'lim. Oboringlar, qani suvni bosmay o'ting, qani. Oborib, xo'shitga so'rintaga qo'yinglar, boring. Ha. Ana. Ana bizni kichkintoyimiz. Ana bo'ldi. Yashashin. Ana yana olib kelaveringlar. Boring, yana olib keling. Ana. Ana. Ana tog'asi bilan ish qilishyapti bular. Ana opa ukalar.